hujjatlari sirasida o'rganiladigan alohida rasmiy hujjatlardan biri sanaladi. Tavsifnomadan farqi, tavsiyanomada shaxsning ko'pincha ijobiy xislatlari aks ettiriladi va ayni ishlab turilgan lavozimda yuqori lavozimlarga tavsiya etish maqsadida beriladi. Biror shaxsni ma'lum lavozimga yoki turli tashkilotlarga a'zo bo'lish maqsadida yoki tavsiya etish maqsadida beriladigan hujjat tavsiyanoma deb yuritiladi. U ma'muriyat yoki alohida shaxs tomonidan berilishi mumkin. Tavsiyanoma ko'p jihatlarga ko'ra ta'kidlaganimizdek tavsifnoma hujjatiga yaqin turadi. Ammo tavsiyanomada shaxsning faqat ijobiy xislatlari aks ettiriladi. Xodimning zimmasiga topshirilayotgan vazifani uddalay olishiga ishonch bildiriladi. Tavsiyanoma hujjatining namunasi bilan tanishib chiqamiz. Hujjatnoma o'rtadan bosh harflarda yoki birinchi harfimizni bosh harfda ifodalash orqali yoziladi. Kirish qismi tavsiyanomada aks ettirilishi ham mumkin, aks ettirilmasligi ham mumkin. Men Hakim Nasriddinovni ushbu kuzatib turgan tavsiyanomamiz alohida shaxs tomonidan taqdim etilgan tavsiyanomalar sirasiga kiradi. Uning boshlanish qismidan ham birinchi shaxs birlik nomidan yozilganidan ham buni sezish mumkin. Men Hakim Nasriddinovni 1974-yildan beri yaqindan taniyman. 1984-yildan boshlab O'zbekiston Fanlar akademiyasi, O'zbek tili adabiyoti va folklori institutida birga ishlaymiz. Bu davr mobaynida u atamashunoslik sohasida yetuk mutaxassis sifatida tanildi. Filologiya fanlari nomzodi bo'ldi. Uning dissertatsiya ishi, bir qancha ilmiy maqolalari puxtaligi bilan ajralib turadi. Hakim Nasriddinov intizom va qat'iyatligi bilan jamoada alohida obro' qozongan. Ushbu qismdan boshlab tavsiyanoma hujjatining ikkinchi qismi kuzatiladi, ya'ni jamoat ishlaridagi faolligi va axloqiy sifatlari alohida ko'rsatiladi. Totuv oilaning boshlig'i, institut ilmiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etib kelmoqda va yakunlovchi qismida albatta yuqoridagilardan xulosa chiqariladi va yakunlanadi. Shu sababli men Hakim Nasriddinovni O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotida ilmiy muharrir lavozimida ishlashiga tavsiya etaman shaklida yakunlanadi va xulosa beriladi. Va imzo hamda filologiya fanlari nomzodi Madvaliyev tomonidan yozilganligi uchun uning ilmiy daraja va ilmiy unvoni ham familiyaning yonida yoziladi. Agar ma'lum bir korxona yoki tashkilot tomonidan tavsiyanoma hujjati taqdim etilsa, mazkur korxona tashkilot rahbari tomonidan taqdim etiladi va imzo muhri bilan tasdiqlanadi va ostki qismidan sana bilan yakunlanadi.